Assalomu alaykum savoqdoshlar. Hozir biz ikkinchi qism kitobimizning birinchi darsining muzokarasini boshlaymiz. Biz hozir oldi bilan bolalar kirib bo'lguncha bugungi darsninki asosliq grammatikalik mazmunlarini so'zlaymiz. Asosliq darsning grammatikalik mazmunlarini so'zlaymiz. Biz 1 minut bolalar kirib bo'lguncha saqlayli. Bolalarga kirib bo'lay dedi. Oldindan sizlarga tushunmagan savollar bo'lib qolsa, bugungi darsda darsxonamizga yoki shu naq maydondagi ostiga yozsanglar, men javob beraman. So'rovlar bo'lib qolsa so'ranglar, biz uchoqqa biz bugungi darsning asosli grammatikalik mazmunlarini qisqacha takrorlab o'tdi. Biz oldi bilan bugungi darsimizda o'rgangan grammatikalik mazmun nima deganda, biz bugungi darsimizda birinchi qilib huruf mushabbihatun bil fi'l deb atiladigan, ya'ni fi'lga o'xshaydigan harflar deb ikkini o'rgandik. Fi'lga o'xshaydigan harflar. Bu nima uchun buni fi'lga o'xshaydigan harflar deb atadik deganda, buning bir qancha xil sababi bor. Uning qatoridan tarkibidagi harflarning soni, jumladagi mazmunni kuchaytirish xususiyati degan bir qancha taraflar tufayli bu fi'lga o'xshab ketadigan harflar deb atalgan. Demak, bu bir harf. Endi bu harfninki o'zi oldiga xususiyati bor. Qanday xususiyati bor deganda, buning har birining ma'nosi ayrim, ammo grammatikalik xususiyati bir xil. U qaysi deganda, bu fi'lga o'xshab ketadigan, ya'ni huruf mushabbihatun bil fi'l degan bu harflar jumla ismiyaning beshiga kiradi. Jumla ismiya degan nima edi? Jumla ismiya deganimiz ism bilan boshlangan jumla. Demak, bu huruf mushabbihatun bil fi'l bo'lgan harflar nimaning beshiga kiradi? Jumla ismiyaning. Biz beshida tushuntirgan birinchi qism darsda jumla ismiya va fi'liya deb ikki qismga bo'linadi. Ismiya va fi'liya deb. Ismiya deganimiz ism bilan boshlangan jumla. Ya'ni jumlaning beshida ism kelgan bo'lsa, bu jumla ismiya bo'ladi. Masalan, Muhammadun talibun jumlaning beshida nima keldi? Muhammad degan ism keldi. Fi'llik jumla degancha fi'l bilan boshlangan jumla. Masalan, zahaba Muhammadun, Muhammad ketdi. Bunda jumlaning beshi zahaba degan fi'l bilan boshlangan. Demak, ism bilan boshlangan jumla biz ismlik jumla, fi'l bilan boshlangan jumla biz fi'llik jumla deb atadik. Bu huruf mushabbihatun bil fi'l ana shu ismlik jumlaning beshiga kiradi. Endi bir jumla fi'l bilan boshlangan bo'lsa, biz bu jumlani tarkib qo'ygan vaqtimizda fi'l, fa'il, maf'ul deb qo'yamiz. Ya'ni fi'l bo'lgan ekan, u fi'lning qilg'uvchisi bo'ladi. Fa'ilni izlaymiz. Undan keyin bu ish harakat ustiga tushgan narsani izlaymiz. Uni biz maf'ulun bih deb ataymiz. Demak, ismlik jumlada fi'l, fa'il, maf'ul degan tarkibni qo'yamiz. I'robni, ya'ni jumladagi o'rnini bekitamiz. Ammo ismlik jumlada desa, ismlik jumlada mubtada xabar degan jumlani tarkibni qo'yamiz. Demak, ismlik jumla deganda fi'l, fa'il demaymiz. Chunki Muhammadun talibun degan bu ismlik jumla qaraydigan bo'lsak, Muhammad ega bo'ldi, talibuncha xabar oldi. Demak, buni so'zlashgan maqsad nima deganda, biz huruf mushabbihatun bil fi'lni ismlik jumlaning beshiga kiradi dedik. Bunda deyishimizning sababi bu mubtada xabarning beshiga kiradi degan gap. Mubtada xabarning beshiga kiradi degan gap. Bu mubtada xabarning beshiga kirib qanday o'zgarishlarni paydo qiladi deganda, bu mubtada xabarning beshiga kirib shu jumladagi mubtadani zavr qilib o'tadi.
zivar qiladi. Asli mubtadaga nima o'qiladi? Pesh o'qiladi. Bu kirgandan keyin nima o'zgaradi? Zivar o'zgaradi. Bu vaqtda buning ismi mubtada bo'lmaydi, inning ismisi deb ataladi. Arab tilida ismu inna, ya'ni inning ismi deb ataladi. Xabarchi pesh holatda qolib qoladi. Buning ismi nima bo'ladi? Xabaru inna, inning xabari deb ataladi. Bu vaqtda, ya'ni inni kirgandan keyin biz buningga mubtada xabar degan tarkibni qo'ymaymiz. Nima deymiz? Inning ismisi deymiz. Masalan, Muhammadun talibun desak, Muhammad o'quvchi. Bu ismliq jumla. Muhammad degan ism bilan boshlangan jumla. Demak, bu igi xabarlik jumla degan gap endi. Ismliq jumla deganimiz igi xabarlik jumla. Muhammad igi bo'ldi, talibunchu xabar bo'ldi. Muhammadning o'quvchi ekanligini qanday qildi? Xabar berdi. Endi bu igi xabarlik jumlaning boshiga inna kirsin bo'ldi. Inna Muhammadan talibun. Asli Muhammadun deb bosh qo'yilgan bu igini inning kirishilar nima o'zgartiryapti? Zivarga o'zgartiryapti. Demak, bu inning xususiyati shuki, inlar emas, huruf mushabbihatin bil fi'lning hammasiningki xususiyati shuki, mubtadaning beshiga kelib, mubtada nima o'zgartiryapti? Zivar qilib o'tadi. Mubtadaning ismi nima o'zgaraydi? Inning ismi deb degandan o'zgaraydi. Bu mubtada deb atalmaydi, inning ismisi deb ataladi. Mushu bo'yicha. Xabarchi desa pesh holatda qolib qoladi, inning xabari deb ataladi. Qaraydigan bo'lsanglar, inna Muhammadan talibun degan o'xshaydi. Bu bizning bugungi darsimizdagi birinchi mazmun. Endi bu huruf mushabbihatun bil fi'lning yana boshqasi bormi deganda, bu 6 turlik biz buni ikkini kunimiz bugun. Birinchisi inna, ikkinchisi shu la'alla. İkincisi la'alla. Ekranda ko'rgan oladek la'alla. Endi la'alla inning nima ma'nosi bor deganda, haqiqatan jazman deb jumlaning mazmunini kuchaytirish uchun keladi. Jumlaning mazmunini kuchaytirish uchun keladi. La'alla cho'dsa buning ikki xil ma'nosi bor. Birisi tarajji deb ataymiz, umid qilish ma'nosi bor. Masalan, kayf haluk? Avvalan qandaq? La'allaka bi xayr. Yaxshido, ya'ni umidki yaxshido degan gap ham tafsir tarjima qilsak, ammo biz uyg'ur tilimizdan da birasini umidki yaxshido demaymiz. Nima deymiz? Umid qilmoqchi bo'lsak, uning bir yaxshi bo'lishini yaxshido, ahvoling yaxshido, umid qilayotganini qanday qildi ifodalaydi. Dal mana mush o'rinda ishlatiladi. Bu umid ma'nosini ifodalagan yeri. La'allaka bi xayr, yaxshido, la'allahu bi xayr, u yaxshido. Ikkinchisi shu desa, ishfoq, ensirashni ifodalaydi. Masalan, la'allahu marid. U kasalab qolganda, uning bir kasalab qolganligini umid qilishimiz nima? Ensirash ma'nosi. Bu ma'nosi. Buning xususiyati shu desa, xususiyati buni o'xshashlar igi xabarlik jumlaning beshiga kirib, shu jumlaning igisini qanday qiladi? Igisini zavar qiladi. Bu vaqtda bu ismu la'alla bo'ladi. İsmu la'alla. La'allaning ismi deb ataladi. Iga, ya'ni mubtada deb atalmaydi. Xabar qanday holatda qolib qoldi? Pesh holatda qolib qoladi. Bu vaqtda bu xabar deb atalmaydi. Xabaru la'alla. La'allaning xabri deb ataladi. Demak, buning xususiyati o'xshash. Masalan, al-mudarrisu hadirun, o'qituvchi kelgan. La'alla kirsa, la'alla al-mudarrisa hadirun. O'qituvchi kelgan bo'lishi mumkin yoki kelgandu deganga o'xshagan. Mana bu bizning bugungi darsimizdagi asosiy cho'ng mazmun. Endi bizning darsimizda yana shuncha qilib bir mazmunni o'rgandik. O qaysi deganda zu. Bu zu arab tilida 5 ism, ya ba'zi kitoblarda 6 ism deb ataladigan bir xil ismlar bor. Shularning qatoridan 6 ismning mehriligini biz keyin so'zlaymiz. Sizlarning bilgan bir oldig'inglar bu zuning ma'nosi liq. Liq degan ma'nosi bor. Zu xuluqin, axloqliq, zu lihyatin, saqolliq, zu ilmin, ilmlik deganga o'xshagan. Buning erlik va, birlik va, ko'plik va, ayollik va shundaq turi bor. Erlik birligi zu. Masalan, bir er kishini liq deb sifatlamoqchi bo'lsak, zu akilimiz. Hadar rajulu zu malin. Bu odam pulluq, pul egisi. Ko'plikchi zavu. Zavu. Masalan, haula'i tullabu zavu xuluqin. Bu o'quvchilar axloqliq degan yerga ishlatamiz. Zavu. Ayolliqi zatu. Bu liq degan ayolliq birlashadi. Masalan, hadihi talibatu zatu xuluqin.
Köplüki haulai talibatu zavatu xuluqin. Bu qiziquvchilar axloqliq deganga o'xshagan. Endi buning jumla tarkibida, ya'ni jumla qurilmasida qanday rol o'ynaydi deganda, masalan hada rajulu zu xuluqin desak, masalan bu yerda bu zu ba'zi o'rinda xabaru, ba'zi o'rinda sifat bo'lib keladi. Mesela hazar raculu zu xuluqin desek, bu adam ahlaklık. Böyle hada iye, cümlenin iyisi oldu. Er-raculu ço hazadın ilingan bedel oldu. Zu haber oldu, şundakla mudab oldu. İnsanlarda bolsun, bu davam ne buludu? Muzab buludu. Zu muzab oldu, xuluqin ne buldu? Muzafın ileh oldu. Şunun için ne okuldu? Zir okuldu deyimiz. Zir okuldu deyimiz. Mesela bu iki terkibime dikkat kılına koyup vereyim. Mesela hâzâ talibun zu xuluqin degan bu cümlenki terkibi bilen hâzâ talibu zu xuluqin ikisine okşamaydı. Mesela hâzâ talibu deb at-talibin eliflam bilen ekesem, bu vaqtda hâzâ iye at-talibu hâzâdan ilingan bedel oldu. Biz bedelinin mihkelikini birinci kısım kitapta söylep bulduk. Hâzâninki izahlı uçsu oldu. Şunda o. Yani zu çoğunun buluduğu haber oldu. Zu xuluqinin buluduğu haber oldu. Zu xuluqin haber oldu. Zu şundakla mudab buludu, xuluqinci mudafın ilih buludu. Endi bu at-talib eliflamsız halatda hâzâ talibun zu xuluqin deb kesçu. Hâzâ igi buludu, talibun haber buludu. Zu talibunun musuldu, süpüt buludu. Zu şundakla mudab buludu, xuluqin mudafın ilih buludu. Mana terkibide muşunda okşamaslıklar var. Endi bugünkü dersimizin asaslık grammatiklik mazmunları muşu. Ondan başka iki nesinin otursun suraş cümle kurulması çıktı bugün mesela. Sen Hindistan'dan mı ya ki Pakistan'dan mı? Sen Japonya'dan mı ya ki Kore'den mı? Deyen okşagan. Bu vakitte biz soğumakçı olan iki nese cümlenin iki beşi dikildi. Kişilik almaş ne dikildi? Oturdu dikildi. Mesela emin Pakistan ente den kişilik almaş ne geldi? Oturdu. Em minel hindi. Demek biz Pakistan'dan mı ya ki Hindistan'dan mı dep soğumakçı. Bu Pakistan, Hindistan degen bu iki nese cümlenin iki beşi dikildi. Biz so'moqchi bo'lgan shaxs kişilik almash nega qildi? O'ttirdi qildi. Amin Pakistan anta am minal hindi deganga o'xshagan. Biz bu jumla qurilmasini o'rgandik. Undan boshqa mao inniga kişilik almashlar ulanma shaklini bevosita qo'shsanglar bo'ldi. Biz kişilik almashlarningki ulanma shaklini o'rgangan, shuni qo'shsanglar bo'ldi. Masalan, huwanu hu shunda innahu, innahuma, innahum, innaka innaha, innahuma, innahunna, innaka, innakuma, innakum, innaki, innakuma, innakunna, inni yoki innani, inna yoki innana. Shu bo'yicha. Bu kitobda berilgan. Endi tushunmagan savolinglar bo'lsa, so'zinglar. Tushunmagan savolinglar bo'lsa, so'zinglar bo'ladi. Agar boshqa tushunmagan savolinglar bo'lmasa, bizning bugungi darsimizning muzokarasi shu yergacha bo'ladi. Tushunmagan savolinglar bo'lsa, to'pga yozinglar, dars to'pimizga yozinglar yoki shu nahmaydan taqt o'tgan hozirgi ko'znakning ostida sizlar sizlar xat yozgan. Hozir bir o'quvchimiz shu ko'znak ostida bir savol so'radi. Men zu va amni tushunmib degan edim deydi. Zu liq degan gap. Zu liq degan gap. Biz baytni tushuntirib o'tdik. Ya'ni biz bir odamni saqolliq yoki axloqliq yoki ilmlik yoki bir masjidni munoliq deb bir xil igidorchilik sifatlamoqchi bo'lsak, zuni eklamiz. Masalan, hadar rajulu zu lihiyatin desam, bu odam saqolliq degan bo'ladi. Bu odam saqolliq degan bo'ladi. Buning erligi va erlik birligi zu, erlik ko'pligi zavu, ayollik birligi zatu, ayollik ko'pligi zavatu. Mushu buncha bo'ladi. Endi emni tushundim debdi. Em nimani bildiradi deganda em yoki deganni bildiradi. Masalan, amin Pakistan anta. Siz Pokistondan yoki degandan chiqadi. Em minal hindi yoki Hindistondan.
Demek bu yerdeki em yoki degan cho ma'nosi bor. Yoki degan gap. Undan boshqa tushunmagan mazmunlar bo'lsa so'ranglar. Agar boshqa tushunmagan mazmunlar bo'lmasa, bugungi darsimizning muzokarasi mushu yerda oyoqlashadi. Saboqdaşlar boshqa tushunmagan mazmuni yo'q o'xshaydi saboqdaşlarning. Unda bo'lsa, boshqa tushunmagan mazmunlar bo'lmasa, bizning bugungi dars grammatiklik mazmuni bir qadar ko'p bo'lg'achqa, buni sizlar 2 kunga bo'lib o'qiysizlar. Bugun buning asosli grammatiklik mazmunini tekstni asos qilsanglar bo'ladi, erta mashqni ishlasanglar bo'ladi. Ammo topshiriqni qanday ishlaymiz deb ko'p so'raldi bu savol. Men dars so'zlash jarayonida buni sizlar ishlaysizlar deb har bir mashqdan biridan ulgu berib, qolganini o'zinglar ishlaysizlar deb ma'lum. O'zinglar ishlaysizlar deganning hammasini bo'ldi, sizlarga topshiriq bo'ladi. Bir o'quvchimiz bunda savol so'rabdi. La'allani anaga qo'shsak inniga o'xshash, inni bilan anani qo'shganga o'xshashmi deydi. Masalan, inniga anani qo'shsak nima bo'ldi? Inni yokicha innani bo'ladi. La'alliga anani qo'shsakchi la'alli bo'ladi. La'allani debchi kelmaydi. La'alli. Qolgan kishilik almashish shunga o'xshash qo'shiladi. Masalan, la'allahu, la'allahuma, la'allahum. Mesela la'allaka, la'allakuma, la'allakum deganga o'xshagan. Anamuchu la'alli deb qo'shiladi. Inniga ikki xil holat qo'shilsa bo'ladi. Birisi inni, birisi innani deb nonni birisi qo'shilsa bo'ladi. Ammo la'allaga faqat la'alli deb qo'shiladi. Nahnu qo'shilmoqchi bo'lsa, nahnuning qo'shilib keladigan tutash shakli la'allana deb keladi. La'alli. Yana boshqa tushunmagan savollar bo'lsa so'ranglar. Ondan keyin baytning topshiriqning gapi, sizlar men darsda bu sizlar qilib qoldi, sizlar ishlaysizlar degan ya'ninki hammasi sizlarga topshiriq. Undan keyin o'sha iqro va kutub degan bu mashqni hammasini daftarga ishlaysizlar. Undan boshqa mashqlarning ichidan kitobga bo'sh o'rin berilgan bo'lsa, buni kitobga ishlaysizlar. Kitob qishligininglarni menga rasmga tortib avatsizlar, men tekshirib bu natijasini e'lon qilaman. Tushungan bo'lsangiz saboqdoshlar, bizni bugungi darsimizning muzokarasi shu yerda oyoqlashdi. Boshqa savollarmi endi tushmadi. Unda bo'lsa saboqdoshlar, biz kelarki darsimizda ko'rishaylik. Assalomu alaykum.